Hammaga salom. Bugun sizlar bilan modellik karyeram haqida gaplashamiz. Qani ketdi. Tan olib aytaman, modellikka ilk qadamim Shahrizoda Madaminovaning Miss Darling 2024 konkursidan boshlangan. Kommentlarimda eng ko'p berilayotgan savol: nimaga ushbu yo'nalishda ketmadingiz? Nimaga bu yo'nalishdan chiqib ketdingiz deb yozishibdi. Yo'q, men bu yo'nalishni tark etganim yo'q. Shunchaki hozir to'y sezon bo'lgani uchun ko'p salonchilarda model qilishga umuman vaqti yo'q. To'y sezon tugagandan keyin bo'lsa, hamma salonchilar model chaqirib, o'z ishlarini yoritib berishni boshlashadi. Modelli oson-mas o'rtoqlar, model bo'lgan qizlar meni tushunadi. Целый день kuninglar salonda o'tadi. Undan keyin bo'lsa fotosessiyaga borasizlar. Do-после video olinadigan bo'lsa, birinchi fotosessiya, yana salon, yana fotosessiya. Judayam azob. Albatta, soqqasini olgan paytingizda bu charchoqlaringiz esingizdan chiqib ketadi. Pul nimalarga davoya? Albatta, hazil. Modellik haqida pul to'lash hazil emas, shunchaki pul davo bo'lishi hazil. Endi men profilimda modellikka doir videolar juda ham ko'p bo'ladi. Sizlarga sabr tilayman, azizlarim. Turli xil turlarda tuslanaman. Albatta, men negativchilarim uchun harakatdaman. Poka, sizlar yaxshi ko'raman.